Pulni to'y hashamga emas, pechkaga sarflash kerak deb videomizni boshlaymiz. Kech bo'lsa ham mana qorong'ur. Ikkita zakaz pechkamiz tayyor bo'lgan. Shpilta pechkamiz 65 lik. Arkasi yarim oy emas, 4 burchak holatda bo'lgan zakazimiz. Hozir orqa taraf ko'rinadimi ekan? Mana orqa duxovka taraflari. Pechka idealniy holatda bo'lgan, xudo xolasa. Xo'p, pechkamiz narxini boshdan aytib o'taman. Pechkamiz narxi 1.600.000 so'mdan. Ozgina kelishadigan joyi bor, ozgina ko'p emas. Dastavkasini O'zbekiston любой joygacha qilib beramiz. Albatta dastavkasi pulli bo'ladi. Ishimizni sifatini tushuntirishlik uchun mana joylarni ko'rsatib bersak, o'zi yetsa kerak. Mana bu tomonlari. Bu taraflari mana svarkalari. Xo'p, ikkalasi ham gazga moslangan, gaz yopadigan quloqliklari bor. Quloqliklari mana bu holatda to'xtaradi. Tepaga ko'tarib qo'ysa qisib olaveradi. O'txona, kulxona, tepa pildira, qozon, chaynak osish uchun ikkalasi ham bir xil formada. Bu pechkamiz o'ng tomon, chap tomon formasi bo'ladi. Bu o'ng tomon forma bo'lgan mana. Olddan qaraganingizda o'ng qo'l tarafda eshigi turadi, pildira turadi, chap qo'lda mo'ris turadi. Ya'ni bu o'ng tomon forma. Eshikdan kirishda o'ng tomonga quriladi, ikki xonaning o'rtasiga, tepaga arkaga yarim g'ish hisobida devor o'rnatiladi. Xo'p, pechkamiz razmerlarini aytaman. Balandligi oyoq uchidan arkaning uchigacha 75, uzuniga 62 sm. Boya videoda 65 dedim. Sababi bu pechkamiz oldin 65 chiqqan, shuning uchun biz 65 da o'rganib qolganmiz. Pastki qism 60 bo'lgan. Oldin ham hozir ham 60 chiqadi. Faqat tepamiz 65 edi, 63 ga o'zgarib qolgan. Bunaqasiga eniga keladigan bo'lsa, eniga tepa qism 50 ga to'xtaydi, pastki qism 43 ga to'xtaydi. Oyog'ining uchidan bu yergacha 60 sm bo'ladi. Yonboshdan ko'rinishlari. Xudo xolasa yaqinda bu pechkalarimizni ustunovka bo'lgan videolarni ham qo'yaman. Ikkalasi ham bitta joyga, bitta uyga bo'lyapti. Kanalimizni kuzatib boringlar. Xudo xolasa buni ustunovka bo'lgan joylarni ham ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli holatda, akkuratniy bo'ladi. Qiziq bo'ladigan bo'lsa ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berib zakazinglarni tayyorlab beramiz.